GM avtomatlaridan Ikkinchi jahon urushida foydalanishganini bilarmidingiz? 1904-yilda bostonlik aka-uka sertuantlar birinchi avtomat korobka yaratishgan. Lekin bir muammo bor edi. O'sha paytdagi metall sifati va moylash tizimi juda zaif bo'lgan, korobka tez qizib ketar va detallar bir-biriga yopishib qolardi. Ixtiro muvaffaqiyatsiz deb topilgan. Oradan 35 yil o'tib General Motors muhandislari bu g'oyani qaytadan tiriltirishdi. 1939-yilda ular ilk ommaviy gidromatik korobkasini taqdim etishdi. Bu texnologiya shunchalik ishonchli ediki, Ikkinchi jahon urushida Amerikaning M5 tanklariga aynan shu avtomat korobkasini ishlatishgan. Agar ilk avtomatlar 2 yoki 3 pog'onali bo'lgan bo'lsa, hozirgi texnologiyalar bu chegaralarni buzib o'tmoqda. Hozirgi premium avtomobillarda, masalan, GM, Honda yoki Fordlarda 10 pog'onali avtomat korobka oddiy holga aylandi. Agar aka-uka sertuantlar paytida Union Opel moylari bo'lganida, balki tarix boshqacha bo'lgan bo'lardi. Union Opel murakkab mexanizmlar uchun Fransiyadan premium yechim. Sizga shunday ma'lumotlar qiziq bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling.